Ijodkor kim? Ijodkor bunday olganda mahkum inson. U tinimsiz yozish degan kasallikka mahkum qilingan inson. Yaqinda Tomas Wolf haqidagi Daho degan kinoni ko'rdim. Birinchi asarni albatta bungacha ham juda ko'p asarlar yozgan, lekin ayni o'sha Farishta o'zingga nazar sol degan asari noshirlarni e'tiboriga tushadi va buni ortidan muxlislarning e'tirofiga sazovor bo'ladi va juda katta shuhrat olib keladi yozuvchiga. Lekin faqat hammasi shu bilan tugab qolmaydi. Albatta bu shu bilan boshlanadi. Shundan keyin hamma Tomas Wolfni Daho deb atashni boshlaydi, lekin bu birgina asar va birgina gap so'zni o'zini daholigini isbot etmas edi, chunki bittagina asar bilan juda qiyin. Buni har bir yozuvchi his qilib turadi, har bir ijodkor. O'shaning uchun o'shandan keyin o'tgan 5 yil davomida u hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, sevgan ayoli-yu, ishi-yu, boshqa hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, o'zini faqat yozishga sarflaydi. Adashmasam 5000-7000 betlik nimadir yozadi. Daryo va Vaqt va daryo haqida romanini yozadi. O'shanda muharrirni juda zo'r gapi bor. Unga juda og'ir deydi Tomas Wolfga nisbatan. Chunki uni birinchi asaridan Daho deb atashdi, lekin hozir ikkinchi asar o'sha darajada chiqmasa, u kulgiga qoladi. Haqiqatan har bir ijodkor bu narsani sezadi, his qiladi. Agar birinchi asaring olqishlansa-yu, keyingi asarlarning darajang tushib ketsa, tabiiy bu avvalgi iste'dodligini isbotlagan narsa ham aslida uni tasodif ekanligini, iste'dodsizligini isbotlaganday bo'lib qoladi. Bu narsa ijodkor uchun juda ham og'ir. Shu sabab ijodkorni qaysi darajaga erishmasin, tinimsiz yozish istagi taqib ketaveradi. Bundan tashqari Folknerning bir ajoyib gapi bor. Istagan narsangni bor yo'g'i 10, boringki 30% qog'ozga tushishi mumkin. Qolgan 70% ichingda qolib ketaveradi deydi. Shuning uchun ham ijodkor o'sha 70% ni kashf etish uchun tinimsiz yozaveradi. Tinimsiz yozish istagi nimaga o'xshaydi? Bu xuddi shunga o'xshaydi. Anaqa yosh romanistga xat degan esseda ham bor. Vargas Llosa'ni yozuvchi Kataplepas degan jonzotga o'xshaydi. U jonzot o'zini yeyish bilan shug'ullanadi. Avval qo'llaridan, tirnoqlaridan boshlab o'zini yeydi va oxirida o'zini yeb to'liq tugatib o'ladi. Ijodkor xuddi shu degan fikrni aytadi. Rostdan ham ijodkor yozish orqali o'z-o'zini yeyishga mahkum qilingandir. Yozarkanmiz biz o'zimizni yeymiz. Lekin biz yozmaganimizda ko'proq o'zimizni yeymiz. Hali o'shaning uchun ham yozmaslikdan ko'ra o'z-o'zini yeyishni yengilroq ko'rmasi. O'shaning uchun ham butun ijodkorlar doimiy yozishda bo'lishga intiladi. Asar qanday bo'lishidan, qanday tanilishdan qat'iy nazar birinchi galda shuni bo'lishga intiladi. O'sha esseda Tomas Wolfning onasiga yozgan maktubi bor. Menga endi na ayol, na farzand, na sen, na bu dunyo, na shon-shuhrat hech narsani qizig'i qolmadi. Ichimga xuddi bir gijja kirib olganga o'xshaydi va o'sha gijja faqat tinimsiz yozish orqali oziqlanadi deydi. Bu ham aslida bir kasallikka o'xshagan, psixologik buzilishga o'xshagan narsa va juda katta mahkumlik ham. Juda katta mahkumlik. Odam boshqacha yasholmaydi, boshqacha yashashni bilmaydi. Lekin uni nima kutadi? Rostdan ham o'zi xohlagan shon-shuhrat va mashhurlik kutadimi yoki shunchaki be'tiborlik, tan olinmaslik kutadimi? Buni aytib bo'lmaydi. Hech qachon hech kim kelajakka nisbatan afsuski buni aytib bo'lmaydi. Ammo masalan men o'zimni faqat san'atni ichidagina, o'sha jarayon ichidagina o'zimni bordek his qilaman. Boshqa paytlar esa tirik muddada yo'q. Tirik mudda deyish ham to'g'ri emas, chunki hech narsani his qilmayman, hatto tirik muddaligini ham his qilmayman. Ammo san'atni ichida o'zimni bordek his qilaman. Shunday ekan, o'zingni nimaning ichida bor deb his qilsang, demak u tufayli nimani yo'qotasan yoki nimaga ega bo'lasan, bundan qat'iy nazar sen o'shanda yashaysan. Sen o'shanda yashashing kerak. Chunki tug'ildingmi,
hech bo'lmasa o'zingni tirikday his qilib yashashing kerak, yashashni istaysan. Breaking Bad degan serial bor ekan, do'stim aytdi. O'shanda bunday deb boshlanadi ekan. Kimyo o'qituvchisi bo'ladi bosh qahramon. Bu kimyo o'zgarishlar fani deb boshlanadi. Asarni boshi, kinoni boshi va oxirida esa o'sha o'qituvchi aslida juda ham bir jim yuradigan, oilasi uchun, farzandlari uchun jonini ham beradigan, qurbon qiladigan, faqat boshqalarning ko'ngliga qarab yashaydigan, hammani ayab yashaydigan odam bo'ladi va oxirida esa u odam o'ldiradigan qotilga, jinoyatchiga aylanib ketadi. Shuni oxirida o'sha qahramon tilidan juda ajoyib gap aytiladi. Men xursandman deydi qilgan hamma ishlarimga, chunki men bungacha bor bo'lib yashamagandim, yo'q edim. Men garchi jinoyat yo'li bo'lsa ham, jinoyat ichida bo'lsa ham men o'zimni bordek his qildim, borligimni bildim. Demak, shu meni yo'lim degan. Bu paradoksal fikr, lekin haqiqat bo'lgan fikr. Inson faqat bor bo'lishni istab yashaydi. Inson har doim mavjudligiga isbot qidirib yashaydi. Busiz yashash qiyin. Busiz biz hech kimimiz inson emasmiz. Shu sabab meni mavjudligimga isbot bu san'at. Umuman hamma yozarlarning mavjudligiga isbot bu san'at. Shu sabab ular yozish degan goh ko'ngilni aynitadigan, goh esa bizni osmonlarga chiqarib qo'yadigan bir mashg'ulotga mahkumlar, qullardir. Shunday ekan, agar san'atni ichidagina bor deb his qilsak, o'zini men his qilsam, faqat shu jarayondagina bor bo'la olsam, demak o'sha jarayonni o'zimga o'zim yaratishim kerak ekan. Mashhur yapon rejissor aytadi, Akira Kurosawa. Men vaqt yo'q deganlarni, yozish uchun vaqt yo'q deganlarni tushunmayman, chunki agar boshidan kechirilgan kechinma bo'lsa, kuniga bir bet yozsang ham 1 yilda 365 betlik narsa yozasan deydi. Xuddi shunga o'xshab, agar shu narsani ichida bor bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib bo'lsa-da, nimadan kechib, nimadir yo'qotib bo'lsa-da, o'zimizga jarayon hosil qilishimizni tushundim. Agar atrofdagilar xayrixohlik ko'rsatib, buni bizga qilib bermaganda ham, atrofdan biz kutgan munosabatni olmaganimizda ham, biz o'z jarayonimizni o'zimiz yaratib ketaverishimiz kerak ekan. Zero bor bo'lish hissi bunga arziydi.